Yaxshi kelinglar, bugun biz sizlar bilan Costco'ga shopping qilamiz. Qani ketdik. Bugungi keladigan narsalarim rubashka, yubka, lasina, ro'mol va paypoqlar. Qani tayyorlanamiz. Albatta birinchi bo'lib sun kremimni sutib olaman, keyin Costco'ga yo'l olamiz. Qani ketdik. Qayerdan chiqadi? 여기 보이다. Yomg'ir yog'yapti. Costco degan magazinga ketyapmiz. Mana shunaqa gaplar. Biz hozir Koreyani Costco degan magazinga ketyapmiz. Bu Amerikaning eng mashhur Costco'laridan biri. Hozir shu yerga borib sizlarga xohlasa lavhalar olishga harakat qilaman. Bizda juda ham ko'p yomg'ir yog'di. Ertalabdan beri yomg'ir yog'yapti. Boya shunaqa gumburlab ketdi hamma joy. Chaqmoqlar chaqib ketdim. Chaqmoqlar chaqmoq chaqdi. Shunaqa qilib endi Costco'ga borib lavhalar olishga harakat qilaman. Avvalgilarga o'xshamas. Nasıl parkop kalabalık ne Muhammed aroqlar ko'rsatish mumkin emas. YouTube'ga chiqmay qolishi mumkin. Shunaqa gaplar. Mana shu joyda bitta narsani aytib ketmoqchiman.
Do'stlar, bu yerda video olish mumkin emas bo'lganligi uchun faqat yerni olganman. Sal bir bitta ikkita joylardan olganman, faqat ko'proq yerdan olgan ekanman. Shunga hamma yoqda kamera bo'lganligi uchun so'kib bermasin deb videoni ham zo'rg'a olyapman. Xudo xohlasa keyingi safardan chiroyli, kачествoli qilib videoni olishga harakat qilaman. Hammalardan uzr so'rab qolaman do'stlar. Endi videoni bu yog'ini ko'ringlar. Do'stlar, keyin bu Costco degan magazin aslida judayam katta, judayam katta bo'lganligi uchun hamma joyini aylanib chiqish bu oyog'ingiz og'rib ketadi. Kamida 1 soat ketishi mumkin agar hamma yoqda aylanib chiqishingizga. Shuning uchun men ba'zi bir joylarda oldim, borgan joylarimizni oldim. O'sha nima borganmiz o'sha joylarda oldim. Lekin hamma joyini olganim yo'q, chunki judayam katta va odam judayam ko'p bo'lganligi uchun men uncha ko'p video ola olmadim, chunki har bitta joyda o'sha egalari turardi, magazinda egalari turganligi sababli, ishchilar turganligi sababli videoga olish mumkin emas. Ustiga shuning uchun zo'rg'a telefonimni yashirib bo'lsa ham oldim. Boya aytganimdek, xudo xohlasa keyingi videolarimizdan videoni chiroyli qilib olishga harakat qilaman do'stlar. Sizlardan uzr so'rayman va keyingi mana shu qolgan videoni ko'rishlaringni tavsiya qilaman.
adashmasam o'zbek pulida 2 milliondan oshadi bu. 2 milliondan oshadi. Shuncha bozorimiz bo'ldi. Endi dadamiz pitsa olgan ketdilar, biz esa tashqariga chiqib ketyapmiz. Aytgancha boya chekdi ustida. O'shanda turdi-ku. Nima deydi? O'sha yulduzcha. O'shani narsalar to'lovlar qilib bo'lgandan keyin shunaqa bitta odamlar turadi. Narsa olganingizni qarab beradi. Cheki bo'lishi kerak. Chekiga keyin shunaqa olindi, bu tikilsa bo'ladi degan narsani xuddi shunaqa qiladiganiga o'xshab shunaqa qilib yozib beradi. Bugungi videomiz yoqqan bo'lsa, albatta like bosinglar va podpiskaga bosib qo'yinglar. Obuna bo'lishni unutmanglar. Hammaga xayr, sog' salomat bo'linglar. Bye.